Amerika prezidenti Joe Biden Uyg'ur majburiy emgikining oldin elish qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu loyihani rasmiy qonunga aylantirdi. Bu qonunga asosan Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishi cheklanadi va Uyg'urlarni majburiy emgakka silishga chetishliq shaxslarga embargo yurgiziladi. Jumhuriyatchilar va demokratlar tomonidan birlikda o'tirib qo'yilgan bu qonun loyihasi yaqinda Avom va Kengash palatalarida ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullangan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga inkos qaytarib, Amerikaning xalqaro qonuniga xiloflik qilganligini va Xitoyning ichki ishiga aralashganligini aytdi. Yaponiyada bosh ministr Fumio Kishida hukumatı Xitoyning harbiy kuchining tez ishishi va Shimoliy Koreyaning yadro tahdidga qarshi rekord xarakterlik mudofaa xomchotini tasdiqladi. Egilanishicha, bu harbiy xomchotning uda 10 yil oshirilishi bo'lib, Tokio 1-aprelda boshlangan moliya yilida harbiy xomchotni 1.1% o'stirib, 47 milliard 180 million dollarga yetkazadi. Solomon taqım arallarida Xitoyga qarshi malamanchilikdan keyin Beyjing bu oraldagi soqchi qismlarini mashqlantirish va asliha saplashni qaror qildi. Xitoyning bu qarori Hind-Tinch okean rayonida to'rtlik ittifoq qurgan Avstraliya, Amerika, Hindiston va Yaponiyaning noroziligini qo'zg'adi. Çeriklik ve hukukundan qalaymagan foydalanish jinoyati bilan ayblangan ve 2017 yılı 22 yıllık qamoq jazosiga hukm qilingandan boshlab turmada yetayotgan Koreyaning sobiq prezidenti Park Geun-hye hukumat tarafidan kechirim qilindi. Egilanishicha, salomatligining nacharlashimi 66 yoshlik sobiq prezidentning kechirim qilinishiga ta'sir ko'rsatgan. İran Tashqi ishlar ministri Abdullahyan o'zining Twitter hisobidagi bayonotida 22 dekabr Ozarbayjonning poytaxti Bakuga qilgan rasmiy ziyoratiga baho berdi. Abdullahyan Ozarbayjon bilan bo'lgan munosabatda yangi sahifa ochishni qaror qilganligini aytdi. Rossiyada bir sud mahkamasi texnika shirkati Google'ga ma'muriy qonunga xiloflik qilganligi uchun taxminan 99 million dollar jarimani qo'ygan. Sud mahkamasi Google'ning Rossiyada cheklangan mazmunlarni o'chirmaganligi uchun qonunni sistemlik ijro qilmadi deb hukm qilgan hamda zo'r so'mlik jarimani qo'ygan. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq tafsandachiligi sababli 2022 yillik Beyjing qishliq o'limpikini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgandan keyin bir qism g'arb davlatlari buningga ovoz qo'shgan edi. Yaponiya kabinetining bosh kotibi Hirokazu Matsuno 24 dekabr bu vaqtdagi qarorini e'lon qildi va Beyjingga yuqori darajalik amaldorlarni yoki kabinet a'zolarini əvətməydiganligini bildirdi. U Tokio Olimpik komitetining raisi qatorliq 3 kishining Beyjingga berib Olimpikga qatnashadiganligini bildirdi.